0dan 100 km/soat tezlikgacha atiga 207 soniya yetarli. Ot kuchi esa 1100 ta. Aylantirish lahzasi 860 Nm tashkil qiladigan yangi model BYD Han L. Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga aynan ta'riflab o'tganimizdagi pozitsiyadagi bo'lmasa ham ikkinchi pozitsiyadagi 680 ta ot kuchiga ega bo'lgan 505 soniyada 0 dan 100 gacha qo'zg'ala oladigan BYD Han L avtomobilni yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Shunday ekan, yaxshilab joylashib oling. Avtomobildagi o'zgarishlarni birinchi bo'lib old qismidan boshlaydigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, avtomobilning old qismi deyarli to'liqligicha oldingi Han avtomobilidan o'zgartirilgan. Bu yerda xrom elementlari bor joylar ham, bamperlarning pastki qismlari, radiator panjaralarining tuzilishi ham bu yerda o'zgargan, hamda kapot ham bunda umuman boshqacha tarzda ochiladi oldingiga nisbatan. Oldingilarda mana shu qanot qismlari bilan birga ochilgan bo'lsa, bunda xuddi so'ng L avtomobillariga o'xshash tarzda mana shu qismni o'zi ochiladi, qanot qismlari qoladi avtomobilda. Va chiroqlariga ahamiyat berishingizni xohlardim. Nisbatan ingichkalashgan, chiroyliroq bo'lgan chiroqlar avtomobilda o'rnatilgan. Kunduzgi harakatlanish chiroqlari ham bor. Xuddi shunaqangi oldingi ham bilan bir xil tarzda yonadi. Chiroqni ichki qismi bir xil. Ya'ni bunda ham 3 ta kattakon linzadan tashkil topgan, yaqinni hamda uzoqni yoritish chiroqlari avtomobilda joylashtirib o'tilgan. Va buni oddiy Handan nisbatan farqi, yana bir farqi, buni barcha pozitsiyasida lidar bor. Bilsangiz, oddiy Handa faqatgina eng full pozitsiyasini xarid qilsangiz, ikkita eng full 701 km yuradigan eng full ikkita pozitsiyasini xarid qilsangiz, mana shunaqangi lidarlari bo'lar edi. Bu avtomobilimizda esa birinchi, ikkinchi, uchinchi barcha pozitsiyalarda xuddi mana shunaqangi lidarlar bor. Va avtomobil 3 ta pozitsiya deb aytib o'tyapmiz. Farqi nimada? Birinchi pozitsiyasi oddiykroq bo'ladi, head-up displeylari bo'lmaydi, massajlar, o'rindiqlarda xotiralar bo'lmaydi. Old qism o'rindiqlarda massaj bo'ladi, orqa o'rindiqlarda massaj bo'lmaydi birinchi pozitsiyada. Ikkinchi pozitsiya bilan uchinchi pozitsiyani farqi esa eng asosiy farqi faqatgina ot kuchi hamda texnik xususiyatlarda. Boshqa deyarli hamma narsasi bir xil. Aytgancha, diskasida ham ozgina farq qiladi. Diskaning dizayni o'zgartirilgan bo'ladi avtomobilda. Han L avtomobilining yon tomonida ham yaxshigina o'zgarishlar bo'lgan. Buni ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu yerda xrom elementi ham avtomobilni o'zgachaligini bildirib turibdi. Ya'ni oldingisidan farqini aynan shu yerdan bitta bilib olsangiz ham bo'ladi. Eshik dastaklarigacha ulanib ketgan. Undan tashqari yon tomonni ko'radigan Smart Drive ku avtomobilimiz lidariga, ya'ni avtopilotiga javob beradigan kameralar ham shu qismda o'rnatib o'tilgan. Eshik dastaklari ham bor. Qarang, bu avtomobilni aynan mana shu qismida eshigida ham o'zgarish bo'lgan. Oldingilarda pastki qismda ham xrom elementlari bo'lardi. Bunda esa tekis qilib ishlangan, xuddiki sport avtomobillariga xos yoki aytadigan bo'lsak, ramkasiz eshik oynasidan foydalangan avtomobillarda ham shunaqa bo'lardi. Tep-tekis bo'lardi oynani pastki qismi. Bunda ham xuddi shunaqa qilingan, lekin eshiklari odatiy bo'lgan ramkali eshik oynalaridan avtomobilimizda foydalanib o'tilgan. Yon ko'zgularimizni bu yerda shakli ham o'zgartirilgan. Nisbatan sport avtomobillariga xos bo'lgan ko'rinishni beradi aynan yon ko'zgulari ham avtomobilda. Va eng asosiy narsa nima? Avtomobilimizda panorama tom funksiyasi saqlab qolingan hamda aynan mana shu panorama tomni lyuki ochiladi shu avtomobilimizda. Xuddi shunaqangi ko'rishingiz mumkin orqada ham. Mana bu qismlar ham qarang, oynani o'zi qoldirilgan, ikki qavatli oynalar to'liqligicha avtomobilimizda foydalanib o'tilgan, baquvvat bo'lgan oynalardan hamda ko'rinishiga o'zgachalik bag'ishlash uchun ham xuddi mana shunaqangi dizayn yechimidan foydalanib o'tilgan. Mercedes-Benz avtomobillariga, Audi'larga o'xshash desak ham shu yerda adashmagan bo'lamiz. Endi esa avtomobilni sizga podveskalari haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, undan oldin g'ildiraklarni aytib o'tishimiz kerak. 245 ga 45 R19 razmerdagi shina hamda disklar avtomobilimizda o'rnatilgan va bu ham Han L bo'lganligi uchun bundan oldin Tang L'ni ham obzor qilgandik, unda ham aytib o'tganmiz. Bunda ham xuddi shunaqangi old qismida ikki bug'unli to'liqligicha mustaqil bo'lgan podveskadan foydalanib o'tilgan. Bu McPhersondan ancha yaxshi hamda oldingi Han avtomobillarida McPherson edi. Bunda esa ikki bug'unli podveska, mustaqil podveskadan foydalanilgan. Bu nisbatan oldingi Handan ham yumshoqligini anglatib turadi avtomobilni. Orqa qismi esa ko'p rechakli, to'liqligicha mustaqil bo'lgan podveska. Orqa qism podveskasi oldingi Han bilan bir xil. Tabiiy savol tug'iladiki, BYD Han L avtomobili oldingi Handan kattaroqmi? Ha, albatta, bu avtomobilimiz nisbatan kattaroq qilib ishlangan. Avtomobilning uzunligiga to'xtaladigan bo'lsak, Han L avtomobilimiz 5 metr 5 santimetrni tashkil qiladi. Oldingi Han avtomobilimiz esa 4 metr 99 santimetrni tashkil qilar edi. Balandligiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda
1,50 sm, 1,50 sm, oldingisida esa 1,49 sm ni tashkil qilar edi. Eni avtomobilimizda bunda 1,96 sm, oldingisida esa 1,92 sm, ya'ni 1,92 sm ni tashkil qilar edi. Xuddi shunday g'ildiraklar bazasida ham o'zgarish bo'lgan. Aynan Xanel avtomobilimizning g'ildiraklari bazasi 2,97 sm ni tashkil qiladi. Oldingi Xan avtomobilimiz esa 2,92 sm ni tashkil qilar edi. Shundan ham bilsangiz bo'ladiki, bu avtomobilimizning gabariti anchayin kattaroq. Xan L avtomobilining orqa qismida ham o'zgarishlar yetarlicha, ya'ni oldingi Xan bilan solishtirganingizda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham monoqosh saqlab qolingan, faqatgina shakli o'zgartirilgan. Undan tashqari yonish ham, diodlarning joylashuvi ham bu avtomobilimizda o'zgartirilgan. BYD logotipi ham yonib turadi. Undan tashqari mana shu yer ko'rishingiz mumkin. Oldingi Xanlarda ham xrom elementidan foydalanilgan bo'lardi. Shu qismda bunda ham o'zgartirib, boshqacha dizayn yechimidan foydalanilgan hamda aynan xrom elementi shu yerda ham bor. Yukxona nisbatan kichikroq qilingan, qopqog'i oldingilariga nisbatan ochilib yopilishi ham juda ham yumshoq ekan. Buni hozir ko'rib ham o'tamiz. Mana bu yerda esa dizayn uchun ishlangan, havoni to'sish uchun joylar qoldirib o'tilgan avtomobilimizda va bamperni pastki qismiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, aynan BYD Yuan Up avtomobilida, birinchi bo'lib BYD Yuan Up avtomobilida xuddi shunaqangi bamperni ko'rgan edik. Bo'lingan, ikki bo'lakka bo'lingan, oldi orqasi shunaqa edi va aynan Han L avtomobilida ham xuddi shunaqangi bamperdan foydalanib o'tilgan ekan. Va bu yerda yana bir katta o'zgarishlardan biri, avtomobilimiz oldingilarda nomer qo'yadigan joyi pastki qismda bo'lardi. Bunda esa yukxona qopqog'ini o'zida qo'yib o'tilgan nomer qo'yish uchun joylar. Bu degani avtomobilimizga yangicha ko'rinish berilgan, to'liqligicha. Hamda aynan yukxona qopqog'ida nomer qo'yadigan joyi bo'lsa, avtomobil chiroyliroq ko'rinar ekan. Shuning uchun ham shunaqangi yechimdan foydalangan BYD. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, avtomobilimizda subwooferlar bor, poliklar bor, hamma rem komplekti avtomobilda mavjud. Hamma narsasi va yopilishi ham yumshoqroq. Oldingisi sekinroq nisbatan nimagadir urilayotganga o'xshab yopilardi. Bunda esa unaqa emas, bunda yumshoq ochiladi hamda yumshoq tarzda yopiladi. 480-450 litr sig'imga ega bo'lgan yukxona ham avtomobilimizda mavjud. Bundan tashqari esa avtomobilning old qismida ham yukxona bor. Buni oxirida texnik xususiyatlarini aytayotganda sizga aytib o'taman. Eshik obshivkalarida ham avtomobilning o'zgarish bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Charmlarning rangi ham ajoyib. Oldin birinchi chiqqan Xanlarda ham xuddi shunaqangi, bundan ozgina to'qroq bo'lgan charm rangidan foydalanilgan edi. Bu avtomobilda ham shunga yaqinroq bo'lgan charm rangidan foydalanib o'tilgan. Hozirgi kundagi apelsin rang o'zi ko'pchilikning me'dasiga tegib ulgurdi. Shuning uchun bu juda ham ajoyib bo'lgan rang. Yangilik deb o'ylasak, yangilik deb aytsak ham bo'ladi. Yangicha o'zgarish qilingan. Obshivkaning tepa qismini ko'rishingiz mumkin. Yog'och teksturali qilib ishlangan. Yuqori qism ambient podsvetkalar, ya'ni ambient chiroqlarimiz bor. Yuqori qism yumshoq bo'lgan charmlardan foydalanib o'tilgan. Mana bu yerda esa haqiqiy sof charmdan foydalanilgan avtomobilda hech qanaqangi boyagi charm o'rnini bosadigan elementlar emas, sof charmlardan foydalanib o'tilgan. Yukxonani ochish uchun tugmalar ham pastki qismda joylashgan. Hamda o'rindiqni ham boshqarilishini qisqacha ko'rsatmoqchiman. Tugmalar joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Bunda to'liqligicha o'zgargan. Xuddiki Tang L ga o'xshaydi. Oldin ko'rsatganimiz, bu yerdan massajni boshqarsangiz bo'ladi. Avtomobilimizning o'rindiqlarida massaj bor. Hamda mana bunaqangi oyoqni qo'llab-quvvatlaydigan zo'r narsasi ham bor. Tizzalaringiz charchab qolmaydi bu avtomobilni boshqarganingizda va bu funksiya aynan ikkinchi hamda uchinchi pozitsiya BYD Han L da bor. Birinchi pozitsiyani xarid qilsangiz, mana shunaqangi oyoqlaringizga yordam beradigan funksiyasi yo'q bo'ladi. Endi esa avtomobilning ichki qismi bilan sizni qisqacha tanishtirib o'taman. Rul bu yerda o'zgargan. Rulda charm elementlari ham bor, hamda aynan 3-pozitsiyasini xarid qilsangiz xotira funksiyasi bo'ladi. Xotira funksiyasi bor degani rul elektron tarzda boshqariladi degan. Bunda esa ko'rishingiz mumkin, mexanik tarzda tepaga, pastga, oldiga, orqaga sozlashingiz mumkin rulni. 10-25 dyumdagi tabloyimiz bu yerda o'rnatilgan avtomobilda. Juda ham ajoyib tarzda kichkinagina kozirog ham bor. Quyoshdan himoya qiladigan. Undan tashqari head up display ham mavjud avtomobilimizda. Bunda lidarlari bor, avtopilot funksiyasi borligini evaziga esa nima bo'ladi? Face ID tizimi ham albatta avtomobilimizda mavjud bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqangi Face ID tizimi bor. Simsiz quvvatlash, zaryadlash portlarimiz mavjud. Sovutish tizimi bilan jihozlab o'tilgan. Undan tashqari esa avtomobilimizning xushbo'ylantirgichlari ham albatta mavjud. 3 ta qo'yib qo'yishingiz mumkin. O'zini komplektatsiyasida chiqadi avtomobilni va konsol o'zgargan bu avtomobilda. Oldingi Xanlarda bilasiz, aynan joystick
uzatmalarni o'zgartiradigan joystigimiz mana shu qismda markaziy konsolda o'rnatilgan bo'lsa, bunda rulni orqasidagi gitarada joylashtirib o'tilgan. Undan tashqari rulimizda lipistoklar ham bor. Bu nima vazifani bajaradi? Bu aynan avtopilotni yoqish hamda o'chirish vazifasini bajaradi avtomobilimizda. Endi sizga yana nimani aytib o'tamiz? Tablo monitorni displeyni aytib o'tadigan bo'lsak, xuddi shunaqangi 15.6 dyumdagi displey o'rnatilgan D-Link sistemasida ishlaydi. Avtomobilimizdagi avtopilot tizimi D-Pilot 300 ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi ishlaydi. Markaziy displeyimiz, undan tashqari markaziy tizimimizdagi xotiraga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 16 ga 256 gigabaytni tashkil qiladi. Ya'ni kattaroq xotira bo'lgani evaziga avtomobilimizda umuman qotishlar kuzatilmaydi. Juda ham yaxshi ishlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin o'zingiz ham. Ishlashida hech qanaqangi muammolar kuzatilmaydi. Endi sizga sovutish hamda isitish tizimini ko'rsatadigan bo'lsak, konditsionerni bemalol boshqara olasiz. Ikkita hududli. Mana bu esa avtomobilimizda xuddi shu xushbo'ylashtirgichlarni qo'ysangiz, mana shu yerdan xushbo'y havoni haydab beradi. Va o'rindiqlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, barcha o'rindiqlarda, old hamda orqa o'rindiqlarda isitish, sovutish, undan tashqari massaj funksiyalari ham bor. Massajlarni ko'rishingiz mumkin. Har bitta o'rindiqda 5 xildan massaj turi mavjud ushbu avtomobilda. Ajoyib bo'lgan avtomobil va eng asosiy o'zgarish va kattagina plyuslardan biri, avtomobilimizda haqiqiy muzlatgich bor. Shunchaki sovutgich emas, muzlatgich. Nimaga desangiz, -6 gradusda ham ishlay oladi. Undan tashqari esa 50 gradusgacha isitib ham bera oladi. Ham sovutgich, ham muzlatgich, ham isitish vazifalarini bajaradigan bu yerda juda ham ajoyib bo'lgan boks joylashtirib o'tilgan avtomobilda uni yoqishingiz, o'chirishingiz mana shu yerda joylashgan shayba orqali amalga oshiriladi. Han L avtomobilini orqa qatorini endi sizga ko'rsatadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, joy yetarlicha qulay. Panoramani ochib qo'ysangiz, yorug'lik ham yetarlicha bo'lar ekan avtomobilda. Mana bu o'rindiqni ham shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Undan tashqari monitordan ham boshqarish mumkin. Kichkinagina iqlimni nazorat qilish uchun blok ham orqa qismida joylashtirib o'tilgan. Uni qulflab qo'yish funksiyasi ham mavjud va bu avtomobilimizda nima bor? Oldingi Han avtomobillariga o'xshash orqa qatorda ham monitor bor. Aynan orqa qator o'rindiqlardagi funksiyalarni boshqaradigan displey o'rnatib ketilgan. Birinchi Han avtomobillarda ham bo'lardi. Bunda ham xuddi shunaqa qo'yib o'tilgan ekan. Aynan ikkinchi hamda uchinchi pozitsiyasini xarid qilsangiz bor, birinchi pozitsiyasida yo'q. Bundan musiqalarni boshqarishingiz mumkin ekan. Mana ko'rishingiz, musiqalarni boshqarish mumkin, o'rindiqdagi isitish, sovutish, massaj funksiyalarini boshqarish mumkin, konditsionerni boshqarish mumkin. Undan tashqari esa sozlanmalar, ya'ni bu yerda ambient chiroqlarini rangini ham orqa qator uchun o'zgartirsangiz bo'ladi, hamda o'rindiqni boshqarish funksiyasini ichida siz massaj funksiyalarini ham boshqara olasiz. 5 xil massaj bor-ku, xohlaganingizga qo'yib, maza qilib orqa qatorda o'tirib ham massajdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Yukxonaga o'tish uchun kichkinagina tuynuk ham avtomobilda qoldirib o'tilgan. Ajoyib, charmlar ham yuqori sifatli, ambient chiroqlar yonib turadi. Aytib o'tganimdek, ichki qismda karnaylar 16 dona hamda subwooferlar bor, ya'ni avtomobilimizda musiqani tinglab ketish ham a'lo darajada. Avtomobil old qismida ham yukxonasi bor deb aytib o'tdim. Endi esa shuni sizga ko'rsataman hamda texnik xususiyatlari, narxini ham aytib o'tamiz avtomobilni. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda 160 litr sig'imga ega bo'lgan kattakon yukxona mavjud. O'zimizning avtomobillarga bilasiz, bitta metan ballon qo'yganingizdan keyin deyarli yukxonasi qolmaydi. Bu avtomobilimizning orqasida, undan tashqari old qismida ham yukxona bor. Birinchi hamda ikkinchi pozitsiyalarda 160 litr sig'imga ega bo'lgan old qismida yukxona bo'lsa, uchinchi pozitsiyasida 115 litr sig'imga ega bo'lgan yukxona bo'ladi. Sababi uni old qismidagi g'ildiraklar ham harakatlana oladi. Shuning uchun old qismiga ham motor qo'yiladi. Bu avtomobilimiz esa aytib o'tganimdek ikkinchi pozitsiyada va buni orqa g'ildiraklari haydovchi hisoblanadi. Aynan bu avtomobilimizda 680 ta ot kuchi mavjud. 0 dan 100 gacha 5 soniyada qo'zg'ala oladi. Elektr energiyasini o'zida esa 701 kilometr bo'lgan masofalarni bosib o'ta oladi ushbu avtomobil. Endi full pozitsiyasida qanaqa? Full pozitsiyasida 1102 ta ot kuchi bo'ladi. 0 dan 100 gacha 207 soniyada qo'zg'aladi. 601 kilometr bo'lgan masofani bosib o'ta oladi bir to'liq quvvatlanishda. Batareya sig'imiga keladigan bo'lsak, 83.21 kWh sig'imga ega bo'lgan BYD'ni o'zini batareyalari ikkala avtomobilimizda ham o'rnatilgan, ya'ni 3-pozitsiyada ham, 2-pozitsiyada ham bir xil bo'lgan batareyalar avtomobilda o'rnatib ketilgan. BYD Han L yangi modelga olgan obzorimiz sizga ma'qul keldi deb o'ylayman. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa, barchangizdan
uzr so'rab qolamiz. Keyingi videolarda kamchiliklar bo'lmasligi uchun qanday kamchiliklarni ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda albatta yozib qoldiring. Bizda so'z erkinligi, sizni so'zlaringizni, sizni fikrlaringiz ham inobatga olinadi va keyingi videolarda shu kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilamiz. Avtomobilning narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu avtomobilimiz hozirgi kunda 43 ming AQSh dollari deb baholangan, 1 yil kafolat beriladi King Motors avtosaloni tomonidan. Bundan tashqari birinchi pozitsiyasi ham va qoradan tashqari boshqa rangdagilari ham bizda sotuvda mavjud. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing hamda BYD Han L avtomobillarini King Motorsdan xarid qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, like bosishni esdan chiqarmang. Han L avtomobili haqida o'z izohlaringizni izohlar bo'limida qoldirish ham esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.